Pensilvaniyadan assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana bu yangi construction uylar bor ekan. Mana drivewaylar shell, bu tomon qo'shni, bu yoq sizniki bo'ladi. Mana ikkita garaj. Uyni ko'ryapsizlar, fasadlari qanaqa katta. Bu 4000 square footga yaqin. Fasadlarga gap bo'lishi mumkin emas, zo'r ekan. Bravo. Mana qurilishlar Porsche qilingan, 4 ta xona, 3,5 tavanda, basementlar finishda ekan. Zo'r. Bitta minusi mana meni yo'lga yaqinligi, lekin maktablarning reytingi zo'r 10. Council Rock maktab. Kirishimiz bilan ko'ryapsizlar, shifti juda ham baland. Mana bu yuqori qavatlarga chiqib ketiladi, uni keyinroq ko'rsatamiz. Hozir olg'a. Mana bu yerda code closet, bunaqa kladovkalar qilingan, zo'r. Dashga keladigan bo'lsak, bu yerda powder room. Powder roomni ham ko'ryapsizlar, zo'r. 1 millionlarga balki berib qolar, shu qator bo'lyapti narxi. Bu yoq mana open concept qilingan. Mana bu kofe uchun, bu yoq mana oshxona. Bekartga chiqiladi. Bekartda ozgina ish bor. Bekartda mana bunaqa tracks deck qo'yilgan, lekin sal maydaroq. Uyda mana saydi juda ham katta, yopib olsanglar. Juda ham katta saydi bor. Mana bu orqasi. Bu tomon qo'shni tomon. O yoqda odamlar kiribdilar ham ko'chib. Material yomon emas. Orada shunaqa katta massiv orol bor. Orolni ko'ryapsizlar. Island misal islandda bu. Zo'r. Bu bo'lsa mana built-in duxovkasi, toshlar zo'r, backsplashlar zo'r. Mana xuddi ham anaqa normalnisi qo'yilgan, akkuratnisi. Qimmat range qo'yilgan. Bu yerda mana rakvinasi bor. Degan bo'lsa, new constructionlar ba'zilari mana холодильник kelmaydi, холодильник o'zlaringiz olasizlar. Bu yerga mana ketsak dalshi. Bu yerda mana kladovkalar qilingan. Garajdan kelganingizda mana kiyimlarni ilib qo'ysangiz bo'ladi va akkuratni mana fully finished ikkitalik garaj. Zo'r. Kimda 1 million pul bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Amallab olib beramiz. Hozir lekin basement oxirida ko'rsatamiz, yuqoriga chiqaylik. Yuqoridagi xonalar ham katta-katta. 4 ta xona bo'lyapti. 2 ta full bathroom, basement yana bitta bor. Mana shiftlar baland, zo'r. Mana chiqib kelishimiz bilan koridor ham koridorda bu hali kattasi. Ko'rasizlar, kattaligan. That's really great. Xo'sh, qayerdan boshlaymiz? Mana bitta masterdan boshlaylik. Master bedroom. Ko'ryapsizlar, master bedroomning vannasiga e'tibor beringlar. Kafelarning rangiga e'tibor beringlar. Freestanding mana bunaqa tablarga e'tibor beringlar. Did bilan qilingan. Did bilan qilingan mana bu dushlarga e'tibor beringlar. Ranglari hammasi juda ham yoqdi menga. Tualetini alohida qilganlar. Mana yoqcha bo'ladi eshikda. Keyin mana double sink. Masterimizda mana oynalar 4 ta oyna bo'lyapti. Kladovkalari уже mana jihozlab qo'yilgan уже custom build cabinetry bilan zo'r. Zakaz deydi-ku. Bu bitta xonasi xolos. Bu yerda mana laundry qismi. Laundry. Laundryning taglari mana kafel qilingan, zo'r. Mana bu detskiy. Detskiyning ham razmeri katta. Closet bor. Bu yerda mana sochqoq taxlab qo'yiladigan joy. Yana mana hoppa. Bemalol mana tualetni alohida qilib qo'ygan, bu общий vanna. Bu tepadagi уже ikkinchi vanna bo'lyapti, zo'r. Shu yoqqa ketamiz, yana ikkita xona bor. Bu endi uyimizdagi eng mayda xona deymiz, lekin maydaga ham o'xshamaydi to'g'risi. Zo'r. Bu o'ng tomonda klozet ham bor. Bu yerda mana kattaroq farzandli bo'lsa bo'ladi. Endi bu burchakdagi xona. Bu xonaning yana bitta xususiyati mana shiftlari baland. Oynalari ham kattaroq, shiftlari baland. Zo'r. Demak, yuqori qavatni ko'rdik. Yuqori qavatda 4 ta yotoqxona bo'lyapti jami, 2 ta bathroom. Zinapoyalar juda ham keng. Mana qandil qo'yilgan, 25-yil qurilgan uy. Hech kim yashamagan. Minusi sal bizi yo'l bo'yida. Pluslari maktab reytingi 10, yangi qurilgan. Qiziq bo'lsa kimga aloqaga chiqinglar. Basement ham tugatilgan. Basementni ham jiyanlar kelib qolsa, bemalol bitta xona qilib bersa bo'ladi. Jiyanlarga hamma sharoit qilsa bo'ladi. Hozircha dush qilingan. Kengligiga e'tibor beringlar. Mana bu yerning o'zi qanday ekan koridorchasi. Buni tag closet. Opa. Zinapoyaning tag klozovka qilingan. Mana bu yerda jiyanga dush bor. Ko'ryapsizlar? Opa. Holati zo'r. Gap yo'q. Keyin mana jiyanga bemalol mana bitta xona qilib berish mumkin. Ikkita xona qilsa ham bo'ladi, ikkita jiyan bo'lib qolsa. Bu yerda boilerlar bor. Bu yerda ham bitta closet va eng muhimi buni tashqariga chiqadigan yo'li bor. Masalan, jiyanlar bu yerdan kirib chiqishi ham mumkin. Ya'ni не обязательно jiyanlar bu yerdan kelish.
maktab reytingi muhim odamlarga bu juda ham zo'r, katta oila bo'lsa, mana saydialga e'tibor beringlar, qanaqa katta saydialli. Mana archadan bu yog'i sizlarniki sarxat qilib qo'yilgan, kattagina saydial bor. Buni prosta nima qilish kerak? O'zlaringiz bilasizlar, pensap qilish kerak, zabor qilish kerak. Bu yog'i yaxshi bo'lib ketadi. Bu mana oldi ham kattagina. Bu uy bo'yicha savollar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz nafaqat bunaqa uylar olib beramiz, balki mortgajiga ham qarashamiz. Begona qilmanglar. Bir xil odamlar boshqa millatni mortgaj nimalarga borib, afsuslanib qaytib kelyapti. Shuning uchun o'zimizga bilan ishlanglar, iltimos. Ishlarga omad.